Salom, bugun men sizlarga qanaqa sifatli uy qurishni o'rgataman. Xo'p, oldingi qismlarni ko'rmagan bo'lsangiz, oldin ham o'rgatganman. Bugun u mavzuni o'tmaymiz. Xo'p, hozir bizlarning qiladigan ishimiz sizlarga qanaqa qilib foydalanuvchilarga mod qo'shishni o'rgataman. Buning uchun sizga zachiver ilova kerak bo'ladi. Hozir sizga ko'rsataman mana. Mana shu ilova kerak bo'ladi. Buni qayerdan qilib olamiz? Nima? Play Marketda yo'qmi deganlar uchun mana Play Market zachiver mana. Zachiver deysiz. Bu yerda 3 xil variant chiqib keladi. Siz tanlaydiganingiz zachiver download emas, pulli versiya. Zachiver pochik. Zachiver pochik bo'lmaydi. Zachiverni o'zini yuklang mana. Mana shuni hozir ko'rsataman sizlarga. Mana shu xato. Mana shuni yuklab oling, ya'ni zachiver mana shu yashil hisoblanadi. Shuni o'tkazib bo'lib, menda o'tkazilgan, sizlarda o'tkazish oson. Bundan keyin foydalanuvchilarni qayerdan olamiz deganlar uchun Play Marketdan emas, Telegramga kirasiz. Bu yoqqa Minecraft Duos deb qidirib berasiz mana. Ko'rsataman. Mana shunaqa qidirib bersangiz Minecraft Duos mana shu kanal chiqib keladi. Bu kanalda mana bitta men o'zimni ishlarni tashlaganman mana. Bu foydalanuvchi mana. Mana shu papkani yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Bu papkani yuklab olib, men o'zimning modlarimni tashlab qo'yganman. Mana shu modlardan bittasini olasiz. Bu tepadagisiga e'tibor bermang, bu 4G. Xo'p. Mana bu qurol modi 1.3.5. Mana uni pastdagi bitta mod. Ya'ni bir bola mod. Bu ham. Siz mana mod bilan o'tkazing. Qolganlari ham ishlashi mumkin. Xo'p, modni kirgizasiz. Keyin modni mamutdan yuklanmalarga solasiz. Bu yuklanib bo'ladi. Menda bu yuklanib bo'lgan. Hozir ko'rsatib yuklab olaman pauzada. Keyin bu yuklanguncha mana 4G ni birinchi olasiz. Keyin 4G ga bitta modiga kirib chiqasiz. Keyin Optifine qo'shib olasiz. Shunda ikkalasi qotmaydi. Uni ham ko'rsatib o'taman video davomida. Birinchi navbatda mana buni yuklab oling. Keyin mana buni ham yuklab oling 4G. Birinchi Optifine yuklab oling. Mod ochiladi. Mods bo'limiga kirib, keyin Optifine ga bosing. Keyin o'sha yerdan zachiverdan mana mod qismidagi ishlarni qiling. Yuklanmalarga bosib. Mana ustiga bosasiz. Keyin mana bitta bunaqa tugma chiqadi. Mana. Hozir ko'rsataman. Mana shu tugmani ustiga bossangiz, o'zi bu mashina butunlay yuklab olasiz. Keyin mana bunaqa turadi-yu fayl. Mana shunaqa turgan faylni yuklanmalarga bosasiz. Keyin yuklab oladi. O'shani ustiga bosib qo'y. Keyin zachiverga o'tsak. Zachiverga kirib olasiz. Shunda birinchisiga chiqmaydi. Nastroykadan shu birinchi Optifine ga kirib, ya'ni 4G ga kirib chiqasiz. Keyin bu yerda sizda mana bu bekitilgan fayl u chiqib turadi. Mana bu bekitilgan fayl yoqib qo'ysangiz,
bo'ldi. Shun bilan keyin mana bu yerda udalit bo'ladi. Keyin mana bu yerda Telegram. Telegramga kirsiz, mana shu yuklab olgan faylingiz turadi. Hozir men uni yuklanib bo'ptimikan? Sizlarga ko'rsatib berishimga-da. Mana shu faylni hozir yuklab olamiz. Keyin ko'rsataman. Mana yuklab olsak, hozir 26% bo'lishi kerak bu megabayt. Mana 20, yana 6% dan keyin yuklanadi. Keyin 4G ni yuklang. 4G ham ko'p pamyat yemaydi-da. Optifine ham ko'p pamyat yemaydi. Bola bu mana Minecraft versiyalari. Bu esa server. Bunga e'tibor bermang, bu yoqqa to'xtalmang. Bu yerda o'zim nomam qoldirganman. Prostaga mana shu kanaldan yuklab olinglar shu modlarni. Agar siz bu kanal bilmasangiz, Minecraft yo'qsiz degan kanal bu. Poiskga kirasiz. Minecraft dunyosi deb qidirib bersangiz, mana chat kanalimiz, bu yerda gaplashamiz. Mana Minecraft dunyosi va mana kirdik. Bolalar yuklanib bo'pti. Keyin buni yuklamalar qilasiz. Keyin shunaqa yozuvchi chiqadi. Keyin bu yerdan archiverga kirasiz. Keyin o'sha yerdan udalitga bosib turib to'xtanglar. Men Android datasini ochishim sizlarga hali o'rgataman. Ko'proq ochilmaydi-da bu. Mana. Keyin 4G ga bir marta kirganingizdan keyin mana mod ochiladi. Hop, buni o'chirib tashlaydi. Shu modni o'tkazib turibman-da. Mana bu nusxalanganda. Keyin Telegramga kirasiz mana bu yerdan. Telegram, keyin ustiga bossangiz, ustiga bosib turasiz. Keyin nusxalamoqqa bosasiz. Keyin Android data. Keyin Mamut. Nusxalab olasiz. Keyin mana 4G ni ham shu modga nusxalaysiz. Xo'pmi? Bo'ldi. Shundan keyin modga bitta kirib chiqasiz. Keyin bu yoqqa bosasiz. Va bu yerdan Pojan Launcherga kirib olasiz. Pojan Launcherdan mana shu 4G ga mod bilan qo'shgansiz. Hamma narsa mod shu yerda bo'ladi. Mana kirib oldim. OKga bosasiz. Va versiyaga o'zi avtomatik kirib ketaveradi. Mishkani yoqasiz. Yoqib